Fuqaro Ikromov 9 yil mobaynida o'z haqqi uchun kurashdi va da'vogarlik masalasida shunaqa holat bo'lganmi? Da'vogar bormi shular ichida yo'qmi? 9 yil oldin do'konim buzilganida hokimiyat tomonidan hokimlik hozirda yer berish uchun vakolati yo'q ekanligini bildirgan. Tuman hokimligi ustidan da'vo arizasi. sud bugunga kelib Talabi to'g'rimi, noto'g'rimi? Blogger Dustinbek Rahimov. Fuqaro Ikromov Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida tadbirkorlik bilan shug'ullanardi. 2017-yil uning savdo do'koni bino inshootlari Dang'ara tuman hokimligi tomonidan buzdirilib, yer maydoni davlat va jamoat ehtiyoji uchun olib qo'yilgan. Hokimlik fuqaro Ikromovga kelgusida savdo do'koniga teng bo'lgan boshqa joy berish uchun kafolat xati bergan. Biroq oradan 9 yil o'tgan bo'lsa-da, hokimlik bergan kafolat xatidagi savdo do'koni uchun joy berilmagan. Ikromovning Dang'ara tuman hokimligiga qilgan so'nggi murojaatiga hokimlik ushbu masala yuzasidan sudga murojaat qilishi, hokimlik hozirda yer berish uchun vakolati yo'q ekanligini bildirgan. Ikromov sudga Dang'ara tuman hokimligi ustidan da'vo arizasi kiritgan. Mesela gaplashdik, tushuntirishlarimizni eshitdik. Kafolat xatiga asosan ishonib bo'pti deganlar buzib tashladi deb aytdingiz. Shunaqami? Kafolat xatidan boshqa hujjat bo'lmagan. Yo'q. Kimga? Yana masalada murojaat qildik. Arizalar yozganman, mana bittasini olib keldim nimaga? Da'vo talabi bo'yicha hozir bu yoq da'vogar aytishyaptiki, bitta kafolat xati bo'yicha Da'vo aytishyapti. talabi to'g'rimi, noto'g'rimi? Shundan boshlaylik. Yo'q, da'vo talabi Tan olasizmi? yo'q, tan olmayman. Nima uchun tan olmaysiz? Chunki o'sha 2012-yilda buzib tashlangan deyapti, bitta kafolat xatini o'zini ilova qilishyapti. Endi u kafolat xati asos bo'lmaydi, chunki davlat ehtiyoji uchun o'sha buzilayotgan narsalarga shu vazirlar mahkamasi yoki yuqori turmush tashkilotlari shu qarorini qasga asosan yangilanishi kerak bu yoki o'sha joy olib qo'yib, bunga kompensatsiya yermi yoki pulmi berish bo'yicha bir aniq qaror bo'lishi kerak. Mana aniq savol beryapman. Da'vogarlik masalasida shunaqa holat bo'lganmi? Da'vogar bormi shular ichida yo'qmi? Kompensatsiya pul berganlar ichida yo'q demoqchiman. Endi joyda pul berdi deyapsiz. joyi buzib tashlangan fuqarolar ichida deyapti-ku, o'sha aniq ma'lumot yo'q demoqchiman, o'sha arxivda demoqchiman. Haqiqatdan o'sha bitta kafolat xatiga asosan buzilganmi yo tayinli qaror chiqib shunga asosan buzilganmi degan qaror demoqchiman. Qaror yo'qligi aniq. Qaror bo'lgan o'yinlar aytib kafolat xati bergan. Fuqarolik ishlari bo'yicha Qo'qon tumanlar aro sudi fuqaro Ikromovning da'vo arizasini qisman qanoatlantirib, uning foydasiga 113 million 915 ming so'm kompensatsiya va 5 million so'm ma'naviy zararni qoplash bo'yicha yakuniy qarorini e'lon qildi. Fuqaro Ikromov 9 yil mobaynida o'z haqqi uchun kurashdi va haqli g'alabaga erishdi. Bu ishni xolis ko'rib, oqilona qaror chiqargan fuqarolik ishlari bo'yicha Qo'qon tumanlar aro sudiga rahmat, deydi Ikromov. 9 yil oldin do'konim buzilganida hokimiyat tomonidan, lekin shu o'rniga kompensatsiya yoki joy olinmagani uchun Qo'qon shahar tumanlararo fuqarolik sudiga murojaat qilgan edim. Mana Xudoga shukr ijobiy qanoatlantirdi. Adolatli sud bugunga kelib adolatni tikladi. Xolis oqilona ko'rib chiqishdi deb o'ylaymiz va mana natijasi bo'yicha akamizga o'sha da'volari qanoatlantirib, kompensatsiya pullari undirib berilishi to'g'risida qaror chiqarildi. Qo'qon shahar fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlar sudiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qaysi ma'noda ochiqlikka qarshi chiqishmaganligi uchun davlat rahbarini oqilona olib borayotgan islohotlardan qo'llab-quvvatlab ochiq sud majlisida ochiqlikni ta'minlab berganligi uchun biz ham sudga va sudning jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Blogger Dustinbek Rahimov.